U eng katta umidsizliging bo'lsa, Alloh eng katta umidingdir. Yomonlikka duch keldingmi? Vijdoning va mehringdan foydalandilarmi? Yoki boshingga nohaqlik kelganini o'ylayapsanmi? Bularning qay biri bo'lishidan qat'iy nazar, ishonchingni, vijdoningni va qalbingdagi yaxshiliklarni saqlashda davom et. Agar yaxshi insonman deb o'ylasang, yaxshi niyat bilan yashashdan to'xtama. Chunki Alloh yaxshi insonlarga yaxshilikni ortig'i bilan beradi. Kimnidir qadrlading, adashding, ammo balki bergan qadrlaringning javobi boshqa yurakdadir. To'g'ri, pok qalbli va mehrli eding va buning badalini ortig'i bilan to'lading. Salbiy gumonda bo'lma. Balki navbat mukofotlardan bahramand bo'lishga kelgandir. Sen xotirjam bo'l. Chunki yaxshi narsalar ba'zan kechikadi, ammo bir kun albatta keladi. Unutma, u umidsizliging bo'lsa, Alloh umidingdir. U seni mensimayotgan bo'lsa, Alloh seni asraguvchidir. Unga ishonmaganing uchun ranjiding, ozor chekding va adashding. Faqat Allohga ishonginki, boshqa hech qachon adashmaysan. Seni nima qurshab olsa olsin, o'z rangingga burkanasan. Oq bo'lsang qayg'urma, zulmatda ham ko'rinasan. Qayg'urma, Alloh hammasini ko'rib turibdi. Kimda seni shafqatsizlarcha ranjitdi, senga yolg'on gapirdi, sendan foydalandi, orzularingni o'yin qildi. Soxta sevgisini qalbingga tub-tubiga kiritib, seni aldab, chalg'itib, keyin esa hech narsa bo'lmagandek tashlab ketdi. Sening unga bo'lgan sevgingni, ikkingizga doir qilgan orzularingni, ketganidan boshingga nimalar kelishini hech birini e'tiborga olmadi. Joning og'riyapti, iching yonyapti. Nohaqlik ekanini o'ylayapsan, hazm qila olmayapsan, ammo iching yonsa ham sabr qila olmaysan, hazm qila olmaysan, ham sukut saqlamaysan. Shuncha azob va dardga qaramay, isyon o'rniga hanuz duo qilyapsan. Bular nohaqlik bo'lsa ham imtihondir deb hamma narsaga ko'z yummoqdasan. Qayg'urma, Alloh hammasini ko'ryapti. Sen nimalarni yashaganingni ham, ular nima qilganini ham biladi. Sen xotirjam bo'l. Jazosiz qoladigan hech qanday nohaqlik yo'qdir. Sen Allohga havola qil. Intiqomni unga ishon. Esga olishga loyiqmi? Sevding, qadrlading, egalik qilding. Baxti uchun hamma narsaga chidading. Ranjiding, sinding, ammo baribir kechirding. Sevilishdan boshqa hech narsani istamading. Sen shu qadar sevding, shu qadar qadrlading. Xo'sh, bergan ahamiyatingni senga qarshi qurol sifatida qo'lladilarmi? Eng ko'p ishonadigan insoning edi. Ishonchingga zarba berdimi? Yana kechirding. Xo'sh, xatosini anglab yetdimi? Mayli, buni ham chetga surib turaylik. Bir marta, atigi bir marotaba bo'lsa ham qayg'uing va tashvishlaringga e'tibor qaratdimi? Bir marotaba bo'lsa ham baxting uchun harakat qildimi? Sening ko'zing qiymagani qadar qiymadimi? Sen uchun arzirli ish qildimi? Mayli, bularni ham qo'yib tur. Unuta olmayotgan mana shu insoning esga olishga haqiqatdan loyiqmi?
Yaxshi inson bo'lishdan voz kecholmayapsan. Qalbingda ming afsuski, bir dona bo'lsa ham begona iz yo'q. Barcha jarohatlarimni doim eng yaqin insonlarimdan oldim. Kimga yaxshiyam borsan degan bo'lsam, barchasi jonimni ortig'i bilan yondirdi. Ishongan insonlarim tomonidan muntazam aldangan ekanman. Kimga yaxshiyam yonimdasan degan bo'lsam, manfaati uchun yonimda bo'lgan ekan. Atrofimda yaxshi niyatimdan foydalanmaganlar qolmabdi. Bundan so'ng ham hech kimga ishona olmayman. Qisqasi, u aslo bunday qilmaydi. U aslo ravo ko'rmaydi. U aslo aldamaydi degan insonlarimning menda qoldirgan izlari, men bu dunyoda ortiq hech kimga ishonmasligimning imzolaridir. Nega yolg'on gapiradigan va sayohatlikni mohirona ishga soladiganlar baxtli yashaydigan bir paytda, yaxshi niyatli va sof insonlar doim azob chekadilar? Insonlarning haqiqiy yuzini ko'ra olmaydigan darajada yaxshi niyatli bo'lish shu qadar yomonmi? Ko'pincha adashaman. Haqiqatlarni ko'ra olmayman. Ortig'i bilan sodda bo'lsam kerak deb o'ylayman. Chunki yaxshi insonlarni tanlay olmayman. Yomon bo'lish qanday ekanini o'rgating menga, zero yaxshi inson bo'lishdan voz kecha olmayapman. Siz ayollar sevsangiz mehrli erkaklarni seving. Chunki mehrli erkaklar sizni tashlab ketmaydi. Sizga aslo sirtini o'girmaydi va aldash nima ekanini bilmaydi. Agar kuchli sevilish va baxtli bo'lishni istasangiz, mehrli erkaklarni seving. Chunki mehrli erkak istasa ham sizni ranjita olmaydi. Qalbingizni sindira olmaydi. Sizga zarar bera olmaydi. Ular uchun nafaqat tabassumingiz yoki baxtingiz, balki ko'z yoshlaringiz ham qadrlidir. Sizni aslo yig'latmaydilar. Sevgi, hurmat, tushunish nima ekanini yaxshi biladilar. Faqatgina yaxshi kuningizda emas, yomon kuningizda ham siz bilan birga bo'ladilar. Har qanday mashaqqatga siz bilan birga qarshi chiqadilar. Sizga qarshi so'z aytishga hech kimga izn bermaydilar. Yaqin insonlariga shu qadar bog'langan bo'ladilarki, o'zidan voz kechsa ham ulardan voz kechmaydilar. Unutmang, mehrli inson dunyodagi barcha go'zalliklardan ustunroqdir va mehrga ega inson har narsaga sohib inson demakdir. Bir inson mehrga ega bo'lmasa, ega bo'lgan hech bir narsasi qadrli hisoblanmaydi. Bir uyni tasavvur qiling. Ishq mana shu uyning derazalari kabidir. Biri yopilsa ham boshqalaridan kira olishingiz mumkin ichkariga. Ishonch esa shu uyning eshigi kabidir. Bir marta yopildimi, ichkariga ortiq kira olmaysiz. Mana shu sababga ko'ra ishonch ishqdan muhimroq deydilar. Siz sizligingizcha qoling. Bir insonning iztirobi, g'azabi yoki azobi bo'lishdan saqlaning. Ko'z yoshi, dardi, hatto armoni bo'lishingiz mumkin, ammo aslo ishonchini sindiradigan darajada pushaymonligi bo'lmang. Chunki inson yuragini og'ritganini kechiradi, ammo ishonchini sindirganini aslo va aslo kechira olmaydi.